Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Sog'misizlar do'stlar? Zakaz oldik hozir Geologovdan Angarskiga. Ko'ramiz qancha bo'ladi. Keldik, na местani bosamiz. Angarskiy 19-mikrorayon, kilometri 52 kilometr. Klientimizni kutyapmiz. Chiqsa pulini ko'ramiz do'stlar. Klientimizni yetkazib olib keldik. Zavershni qilamiz. 1923 rubl. Endi nima deyapti bu? Demak, bez zakaz qaytsam 1 soat ichida yana 520 rubl qo'shib beradi ekan. Angarskiy deselda qaranglar. Bir haftaga 6600 beryapti ekan. Irkutskda yo'qdi lekin. Angarskiyga kelib ishlab ketsa bo'lar ekan. Ertaman zakaz bilan kelib sahar ishlab kechqurun yana bitta zakaz olib ketsa bo'lar ekan. Mayli, hozir Irkutskga yoqamiz padilam qilib. Qaytishga ham zakaz berdi, oldik. Irkutskga berdi. Hozir kilometri 57 kilometr 54 minutda ko'rsatyapti. Oladigan joyimiz 3 kilometr 8. Paputi olib ketar ekanmiz. Ko'ramiz pullarini qancha bo'ladi.